Assalomu alaykum. Bayroqning ostiga uyushayotgan, o'tkinchi hissiyat turayotgan bo'lsa, bu vatanparvarlik emas. Bu jamiyatchilik. Jamiyatchilik Afrikadagi kiyim kiyishni bilmaydigan millatlarning qabilachiligidan tuvan turadigan bir tuyg'u. Demak, biz ashulardan tuvan o'ringa tushib qoldik degan gap. O chaqda Uyg'urlarga vatan nisib bo'lmaydi. Vatanparvarligi yo'q millatga vatan nisib bo'lmaydi. Ular balasidan balasiga qarolab o'tadi. O chaqda Uyg'urlar o'zining turqidan yana Boşlap bo'ldimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ko'pchilik yaxshimisizlar? Kanadadan Guli Maqsad kanaliga xush keldinglar. Boshlanmaylam gaplarim taqtiq chiqib qolsin. Bugungi videoni qisqalam qilay. Nima deganda tunugun men Najmiddin Sherifninki ayollar haqida qilgan gaplariniki qisqa u bu bir bilaklarini kesib olgandan keyin tuyuqsizlamamda Ruqiya Turdish xonimniki qo'llovchilariniki bir bezab inkaslarga uchrab qoldim. Onunda meniki faqat o'zimnikilam so'zi, ayda Ruqiya Turdish xonimniki gapi yo'qchu. Biz faqat o Najmiddin Sherif bilan ikkimizniki o'tirishidagi gaplar bo'lgandan keyin xuddi men ayda yo'q gapni tep chiqargandek bo'lib qolibdi menda endi. O'sha bo'lgandan keyin bir aniq tushuncha berib qo'yay. Deb bu naq maydonni qildim. Hozir 11-ayning 24-kuni tushdan keyin soat 2dan oshdi. Hozir boshladim. Eng oldi bilan tunugungi gapimni mana qisqa bir video shuni ko'pchilik bilan bahrlab etib shunga tushuncha berib, meniki birdan bir maqsadim faqat shu Sharqiy Turkiston Jumhuriyatchilar partiyasi deganiki boshlamchisiniki qilayotgan ishlari, muhojiratga keltirayotgan ziyonlari, o'shani misollar, isbotlar bilan so'zlab kelayotgandim. Meniki dadim shu muhojiratga qilayotgan ziyonlari Mushini so'zlab, endi bu har qanday bir odam bilan paranglashganda qanday qilib desanglar shu kim bilan paranglashsa shuningga shu kim to'g'riliqdan paranglashsa shuning yomon gapini qiladi. Bu hargiz o'zi o'tirg'i chiqib so'zlamaydi, unda haqi o'tirg'i chiqib tiladiganni haqi tiladi. Mani tilla deb bevosita olmaydi. Faqat shunday odatdagidek paranglashish jarayonida haqniki yomon gapini qilib, u anglag'uvchiniki kallasiga shuni singdirib o'tgandan keyin bu Najmiddin Sherifniki gapini anglab bo'liblar, mandan keyin to'g'ri chiqib rosa haqni tillaydigan ishni mushuning ta'siridan, mushu partiyaning qilayotgan ishi, shunlashqa men mushu partiyanikin bir narsani o'tirg'a chiqib, mana ayol deb o'tirmaydi, g'ayvatini qiladi, g'ayvatxo'r mandaqqa tutmagu, butun muhojiratni qalamqon qilayotgan ishlarniki beshida mushu bor deb mushu isbotlarni chiqib qo'yib, ham tunugungi gapida Nurgul Saud xonim, Ruqiya Turdish xonim, yani kimlar Gurshoydi, Zumrat Davud xonim, Nurgul Saudning bo'lsin va yoki sizning Kanada Ruqiya Turdishning bo'lsin. Nurgul Saud nima ishdan qilding? Nurgul Saud shu chetlikda ketdi. 3 yil chetlikda tekkan vatanparvarlardan biri. Nima u gapini to'xtalam. Men qanday o'qitmoqchiman? Mushu videorim to'g'riliq bir tushuncha berib, u ayni bo'lingan gaplarni sizlarga meni o'chiq qilib, meniki birdan bir maqsadim dedim-ku. Ma'lum bir urushdichu qaranglar, ikki urush qilayotgan ikki taraf bo'lsin-chu. Beshidagi qo'mondonni yiqitsalam, butun qo'shin terib beran bo'lib ketadi-ku. Ashunga o'xshash meningki hozir qilayotgan ishim bir oydan oshdi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatchilar partiyasining beshidagi butun muhojiratni qalamqon qilayotgan josuslarniki katibi ishi, men shuniki bir narsani chiqarib tunugim paranglashgandagi gapidagi ayollarning gapini qilishgan chog'da shunday ayollarimchi bu har qanday odamnikini g'ayvatini qiladigan g'ayvatxo'rlik nima bu? Kim bilan paranglashchi? Har qanday odamniki shu g'ayvatini qiliblar, qarshi tarafga bir o'chmanlik urg'uni sog'izdigan nafrat deymiz. Anandaki namining oyog'idagi mening gaplarimga men tushuncha berib, masalan, ayni 2 yilning oldida deyilgan gaplar, Ruqiya Turdish xonimniki deyilgan gaplar shu 2 yilning oldidagi gaplar. Millat qonuniga o'xshaydi. O aciz olsa, o kasal olsa biz tashlasak olmaydi onu. Hep bizga o'zining yaxshi millatini bilmaydi o'xram. Qanday qo'lishidan qanchalik xatlangan, aciz bo'lgan bo'lishdan qatnashadi, biz uni vafo ko'rish shartlab, o'zimizning vijdonini aqlaymiz, ruhimizni mushu gaplarini-chu ko'nglim gap o'ltirib, mashina anladim. Anlab ba'zi gaplarga-chu
Aynanlam sanlaplam tushuplam javob qaytardim anandan keyin ayollar to'g'risidagi vafo ko'rsatishimiz kerak, undaq qilishimiz kerak, mundaq qilishimiz kerak. Qilayotgan gaplarning o'zi butun ayollarning ayida g'ayvatini qilib bo'lib, uch xotinning eski gaplarini nima qilib bo'lib, anaga maddavatgan gapi qaranglar. Jam qilamiz, ikki dunyolarimizni yuzimizni yuvib qilamiz. Uch xotin qaysi vafo ko'rsatgan? Uchsiga. Xayrulga vafo ko'rsatdim tunji ayolimga. Ammo endi Balda shaxsiy paramlarni buloqlashmaydi. Men qarang, vatan millatning qismini qilib o'tirishda mening hayotimda shaxsiyatlik yo'q. Har qanday masala, har qanday to'xtab tutib mavjud bilsakmi bor. Meni tushunish majburiyatim bor. Yo'q, u shaxsiy paramlarni uning ichiga kirishga men ancha. Okey. Mesela Afrika'daki en bozuk bir tane kabilenin var. Bir tane ne kalkan getirip bir kişi boyu var. O şirkette eşir var. Doğru. Ne eşir var mı? Şu kabiletçilik memesi o şu Rukiye Turuş'tan kipinala kıldığımız o. Hazır Uygurlar fakat özünki ata-anasını ilan, karındaşlarını ilan, özün öyünün olan davasını kılaptı. Vatan davasını emez, özünki öyünün olan davasını kılıç degen o Afrika'daki bir kabiletçilik memesi bizde. Bunda millet balısının balısıga har bolup ötürüldü. Bunda milletke vatan nisip olmaydı. Vatan hak etmedi. Neydi? Taşıda hak etmezsen öndeydi. O doğru edin. O yüzden hayatı tekrar yapmadan bazen şeyimizin yapacağız oturursun. Şimdi eğer roket tutuşacak olsam hayatımda şeyimizin roket tutuşacak bir kişi bilmez. Anladık için kalmayayım. Karak yapılan record koduna. Sana yapma. Rosa, boşanma yapmam dedim bu. Record kodunu siz degen boza dedim bu. Çakçakma. Mesela yapıştım oğlan kaldırdım hemen bak yapsaydı. Record. Tünögün elan qilgan videom mushu. Meningki maqsadim faqat Mao Sarangninki ashunda g'ayvatxo'r ekanligini isbotlab beradigan. Shuningla maqsadim lekin oyatdagi meningki gaplarim, ya'ni Ruqiya Turishxonam mundaq degan hozir degan gaplaringizni ko'rsa shuning degan gaplar o'xshash chiqib qoldi. Mana degan gapim oyatda men gapli qilgandan keyin bu yerda Ruqiya Turishxonamniki gapi bo'lgandan keyin shuning bilan Tünögün bugunning yoqi yana meniki YouTube kanalimniki studioning ichida axlatxonasi degan bir muncha axlatlarni tepib o'ptim shu yerda. Endi shuni men hozir sizlarga qaranglar. Bir eg'iz gapini neri-beri qilib o'tmay aynan o'zini olay. Men bu yerda gap topmadim. Bor gaplarni chiqib davatman. Assalomu alaykum, men Kanadadan Ruqiya Turdush. Bugun balamning maktabiga borgandim, ma'lumi bilan ko'rishgani. Yan tarafdagi kutubxonaning temiri isilgan mashhurlarning so'zlarining ichida shu angliyalik filosof John Stuart Millning so'zi diqqatimni tortdi. Shu zaman rasmni tortib oldim, hozir sizlarga o'qib beraman. Undaq debdi. Urush balki yirginishlik narsa, ammo u eng yirginishlik narsa emas. Eng yirginishlik narsa chirigan vatanparvarlikning nimaligini bilmaydiganlarning bu dunyoda urush qilishga arziydigan narsa yo'q deb qarashi. Kanada urushni xohlamaydigan tinch bir davlat, ammo vatan uchun urushni arzimaydi deb qaramaganligi uchun John Stuart Millning bu so'zi maktablarning kutubxonasida bor ekan. Ya'ni tam do'stlikda boshqa mashhurlarning so'zi bilan birlikda. Ularning vatanini qo'g'dashga, ya'ni Kanadadagi bir davlatning hech qanday urush aralashmaydigan bir davlatning vatanini qo'g'dashga hech ehtiyoji yo'q turibmi? Ya'ni urush bilan qo'g'dashga ehtiyoji yo'q turibmi? Vatan hamma narsani. Bu taxminan 5-6 minut atrofidagi bir leksiyasi ekan. Ben baştan ahir alaybiga, yani oturdan kesiplam alsam, yani bir muncha bir narsa deb ketmasin. To'g'ri bo'yicha, xato bo'yicha o'z anglab qabul qilasizlar, anglab boqasizlar. Men bu yerda qanday donimo dedim-ku, meniki birdan bir maqsadim shu. Bu ishni shu laytotganiki, shu beshi shuniki gaplarini isbotlab berdiganga bir muncha videolarni chiqarsam, ammo yerda boshqacha bir fikrlarni tushib ekan to'qshuning bir javob bergach, mau yo'q gap emas, bor gap deb ma gaplarni anlatib qo'yayotganim ko'pchilik. Kesib olmadim, to'liq qismini anglayli deb aytayotganim. Aldiq qo'yilgan. Vaqt kelsa vatan uchun urush qilish hargizmi yirginishlik narsa emas degan narsa unutilib qilinmagan. O'ylab qolmang, Xitoy bunday ketavermasligi mumkin, balkim. Chunki dunyoga Ipak yo'li savdosi bilan kengayman deyotgan Xitoyning yovuzligini oshkorlab, Uyg'urlarni biroqli qirib etib, dunyoning ko'zini qo'rqitib yo'q. Balkim bunday qilamasligi mumkin. Ular faqat
Sharq Turkiston xalqini mijib tashlab etmoqchi. Bu Xitoyning odati. Bir mijib tashib etib, yana sal bo'sh qo'yib berib, sal tirilsa yana mijib tashib etib, xalqning psixikasini o'ziga beqindigan sodiq qilib bilish. Bu Xitoyning bizni besib olgandan tortib ishlatib kelayotgan taktikasi. Agar bu qitim Xitoy Uyg'urlarni mijib tashib etib bir mazgildan keyin sal yumshasa, mehr shafqat ko'rib baxmagan Uyg'urlar bu kichikgina yumshoqlikdan bek ta'sirini ketishi mumkin. Vatan ichidagilarni qo'yib turaylik, hatto vatan sirtidagilardanmi, voy bo'ldi endi jim yuray, tuqqanlarim bilan aran ko'rishdim deb agar Xitoy ko'rishga ruxsat qilib chegirlarni ichib ketib qolsa, voy Xitoy sening rostingsan bo'lmag'idek deyishi mumkin, shundalar chiqishi mumkin. Nima uchun? Chunki Uyg'urlarda vatanparvarlik degan bu narsa yo'q. Bo'lsin bek oz. Uyg'urlarda millatchilik, ya'ni millatchilik deganda davlat qurish orzusi, vatanparvarlik bo'lgan bo'lsa, Xitoyga tuqqanini Xitoy akirib ketganligi uchun emas, balki vatanini Xitoy dapsanda qilgani uchun qarshi turgan bo'ldi. Burunli qarshi turgan bo'ldi. Uyg'urlarda vatanparvarlik, millatchilik bo'lsa, Sharq Turkiston bayrog'ini ko'rganda qochadigan Uyg'ur chiqmagan bo'ldi burunlar. Uyg'urlarda vatanparvarlik bo'lsa, Facebook'lardagi chiroyli rasmlarga emas, shaxslarning Sharq Turkiston bayrog'iga yoqtirish belgilarini avatgan bo'ldi. Sharq Turkiston ismini ko'rganda, xaritasini ko'rganda suyungundan yuraklari titragan bo'ldi. Uyg'urlarda vatanparvarlik bo'lsa, g'ayrat, shikoyat, jidal, majro emas, Sharq Turkistonga munosabatli ilmiy izlanishlarga, muhokamalarga munosabatli temalarga bakrak ko'ngil bo'lgan bo'ladi. Uyg'urlarda vatanparvarlik, millatparvarlik bo'lsa, necha yilning oldida terrorchilarni izlab tutamiz deb Xitoylar Sharq Turkistonning ma'lum yezidagi Uyg'urlarni Xitoy askarlari oldiga silib izlashga solganda, shaharning ismini demay, izlab tepib olgan terrorchi atalgan Uyg'ur mujohidni sening sababingdan biz yaxshi kun ko'rmayotimiz deb 5-6 dehqon, shuni izlab topgan dehqon urib o'ltiradigan bir ish bo'lgan ekan. Uyg'urlarda biz deydigan narsa yo'q. Ashu yezdagi dehqonlarning biz degani o'zi va oilasi. Agar ular bizning nimaligini bilgan bo'lsa, shu bizning ichiga kirgan av Uyg'urni urib o'ltiradigan bo'ldi. Agar bizning nimaligini bilgan bo'lsa, chet ellardan vatan haqida gap qilgan Uyg'urlarga texnik yilning oldida siyosiy parang qilmay o'zimizning parangni qilaylik deydigan Uyg'urlar chiqmagan bo'ldi. Ular bu siyosiy parangning bizning o'zimizning parang ekanligini bilgan bo'ldi. Bizmi bugungi kunda agar o'z vaqtida vatan deb Xitoy qarshi tura olgan bo'lsak, bugungi kunda ma'lga qolmagan bo'ldi. Endi tuqqanlarni akirib ketuvdi, Uyg'urlar asosida bayroqni yeniga kelishga boshladi. Bu yaxshi uyg'unish albatta, ammo vatan qo'limizga qaytib kelguncha davomlashsa. Agar undaq bo'lmaydigan, Xitoyning mijib tashlab etishini kutib, mijilib tashlab etilgandan keyin endi o'rnimizdan turolmaymiz deb bir aqlim mijilib erib ketadigan bo'lsak, undaqda bu vatanparvarlik emas. Xaritning bir millatchi nazariyasi bor, mashhur balki sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin. Benedict Anderson deydigan. Uningki tasavvurdagi davlat, tasavvurdagi millat yoki tasavvurdagi jamiyat deb shunday bir kitob bor. Shu kitobniki shu kitobda yozilgan bir so'z faqat esimdan chiqmaydi. Undaq deganda, mushu vatanparvarlik degan narsa, ya'ni millatchilik davlat qurilgandan keyin bu vatanparvarlik degan narsa bir-birini tonimaydigan, hatto hech qachon ko'rib boqmagan kishilarning faqat bir vatanning egasi bo'lgani uchun, shu tuproqning egalari bo'lganligi uchun bir-birini tonimay, ko'rmay turibmi qurbon berilishi, mana bu vatanparvarlik, mana bu millatparvarlik degan. Uyg'urlarda bu bormi? Agar yo'q bo'lsa, Uyg'urlar faqat o'z tuqqanlari uchun Sharq Turkistonda to'layotgan, bayroqning ostiga uyushayotgan, o'tkinchi hissiyat turayotgan bo'lsa, bu vatanparvarlik emas. Bu jamiyatchilik. Jamiyatchilik Afrikadagi kiyim kiyishni bilmaydigan millatlarning qabilachiligidan tuvan turadigan bir tuyg'u. Demak, biz ashulardanmi tuvan o'ringa tushib qoldik degan gap. U chog'da Uyg'urlarga vatan nisib bo'lmaydi. Vatanparvarlikka yo'q millatga vatan nisib bo'lmaydi. Ular balasidan balasiga xarolab o'tadi. U chog'da Uyg'urlar o'zicha o'zining turqidan yana birimizdan faxrlanib yurib ketmasa bo'ladi. Mavjud bo'lganining mavjudligini faxrlanish bilan mavjudligini saqlab qolganining hech bir keragi bo'lmaydi. Oyga chiqib ketsa-mu baribir. Tamam. Aldınғы videomda tilga algan söz, alınganlık serim muşuke. O yerda men qandaqdı alınganlık serim muşuke. Da haq qara çaplı dedim anla ey. Men bağ gaplarni açıqıp o'tirg'i chiqib mana shu aniq isboti bilan so'zlayotganim mushu. Aminiki bu yerda bu Ruqiya Turdish xonimniki bu gaplarni o bu boshqalarni boshqa hech qaysini qo'shqim yo'q. Ma bu sarannikichi ma u
Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi deb kommunist Xitoyniki shu qurilmasi bilan o'xshash qilgan ashuniki qilgan ishlarini, shuning qilgan gaplarini, ashuniki qilish usullarini ma ko'pchilikni tunusin deb so'zlayotganlar men bir oydan ochdi. Ko'p bo'lsa 2 yildan ochdi. Bo'lmasa mushu yil kirganning yoqi men qachon boshladim buni? Bir oydan ochdi mana kunda degidek u bo'sh isbotlarini namay chiqyotgan. Navodi kerak men 2 yilning oldida yoki mushu videolarni boshlashdan burunlar mushu bir oyning oldida voy ma Xitoyning odami, ma Xitoy tarbiyalab chiqqan deblar motorga chiqqan bo'lsam, shu meni tillaytinglar yana. Hozirmi tillayapsizlar-ku? Shunlashqa azozdan isbotlarini chiqarib beray deb mana so'zlayotganim. Oldingi videoda deganim mushu 3 ayolniki, 3 ayolniki o'ziniki 3 ayolniki masirtiki ish qilibchi, bu qandoqli bir odamning tiliga olgan amallamchi, shuniki yomon gapni qilib, partiyaga kirdimda partiya a'zolariniki. Kalisiga shuna qilgandan keyin bir kim uning bilan paranglashdilarmi? Shunaqa o'sh bo'ladi. Social mediaga chiqib ashmishlar to'xtamay jidal chiqaradigan haqni tillaydiganikichu, mushu beshi ham, medim beshi mushu. Ben dedim bu iki qo'shin urushsima, planlarni tuzsima, shu beshidagi shu qo'mondonni shu beshidagi shu bosh rahbarini bir narsa qilsa, bütün qo'shin terib beran bo'lib ketadi deb strategiya o'xshash mana shu boshqa birisidan aralashtirmay bu mushuninkilam ishini chiqarib mana bunday qiladi desam, o'tirdan keyin u shayonniki yomon gapini qilgan chog'da degan gaplarga shu Ruqiya xonimniki qo'llovchilarimi biroz xoplab qolgan o'xshaydi. Undaq emas. Mana o'ziniki degan gapi Uyg'urlarda vatanparvarlik deydigan narsa yo'q deb so'zlabdi deb chiqarganim shu. O'zinglar izlab bakinglar, Facebookda ko'rdimmi, nerda ko'rdim buni? YouTube'da kanalda ko'rdimmi, ish qilib Uyg'urlarda vatanparvarlik bormi degan temadagi leksiyasi ekan. Başdan axir ansanglar, men yana kesmay shu hamsin başdan shu to'liqlam qismini shu 5-6 minut to'liq qismini oldim. Shunda shunaqa debdi Uyg'urlarda vatanparvarlik deydigan narsa yo'q. Afrikadagi qabilalarda mutuan o'rnidagi millat ma'vo deydi. Bu millatga shu vatan nisb bo'lmaydi deydi. Shu gaplarni mana o'zim to'liq chiqib anlatib mushtada qo'yganim. Bularniki beshidikisi shu ma'vo, buni Najmiddin Sherif degan shu maxsus Xitoy turmusida tarbiyalab chiqilgan, hozir aniq da'vatim sizlarga. Qisqa videolarni oldim-ku, so'zlagan so'zni ashilqi siyosiy o'rganishdichu, ashlandagi yilqi mulohizlarichu, atalg'ular Xitoycha, mavzuninki u kitobidan misollar olib, o'sha mulohiz qilgan mulohizlar bor. Ashlandagi hammasini qo'shib oyog'iga qo'yib qanday bo'ldi desanglar, men Kanadadagi ahvolni so'zlab, men mayadagi ishlarni so'zlagan chog'da Onun bəgən təsirim nemu degan chaqda, men bu Xitoyniki odami degan ta'sirini beribman-da buningga. Ashuni men kilaqatimliq hozir men so'zlab bo'ldimmi? Mushning keyindagi men bütün o'zimiznikichu shu soatlik paranglashgan parangni men boshdan oxir sizlarga ko'rsatib beraman. Mening qo'qqidek hech narsam yo'q meningki. Başdan axir kilaqatimchi hozir mushtabda anglayotganlarning ichida yoki bo'lsa boshqa tonish bilishlar ayrim anglab baqa yoki bo'lsa bir fikr taklif beray deydiganlar bo'lsa men uni niyatib beray bütün to'liq anglab beqinglar nimalar dedikin. Rost Xitoy tarbiyalab chiqqan odammi emas musulmon bir fikr berib beqinglar men qanday qilay keyingisini qanday so'zlaysizlar. Uni niyatib beray anglab beqinglar. Facebook'a chiqib yozgan chog'dim dedim-ku, haqlar ashamsi Najmiddin Sherifni gapga selib unga olibdi dedi. Xo'ros unga oldim. Birinchi boshlanishidan qarab beqinglar kelar shu kelaqatimning naq maydonimda sizlarga beshidan tortib ko'rsatman. Qandoq Xitoyniki tarixini so'zlab, Xitoyniki yilqi tadbirlari bor-ku. Li Jianji, yana bir nima Janlu nima deydi Xudoyim. O'sha bir narsa bütün hammasini Xitoycha Mesela muloyiz qilgan bir narsari Amerika bilan Xitoy o'tirsidagi nimasi Xitoyniki maqsadi yanandagi 15 yilning ichida mana qildi deydigan planlardan tortibchi hammasini shu so'zlagan chog'da men dastlabda o'zim ishonmaganda lekin o'sha so'zlagandan keyin oldim undan keyin boshladim Xitoy tarixini so'zlashni boshlagandan tortib undan keyin shaxsiy paranglarga tushib ketdik. Meningki bir narsarimni ko'rdik. Bütün shu Kanadada olishayotgan odamlarimni boshqa davlatlardagi olishayotgan shu qaysi kimlar bilan munosabatdagi faoliyatchilar o'zaro paranglashadi. Uning bilan tanishishimiz bormi, buning bilan tanishishimiz bormi degandek ashna gapdan so'raydi. Bu Cumhuriyetçiler Partisining shundaqligi oq ko'rinish, atrofdagi odamlarning kuchini to'plash, ashna paranglash jarayoni oldi ekan. Men nurg'un narsani o'zimga munosabatli narsani topamaganlikin shu o'zining shu xotinlarga shu qilgan gaplarini, ularniki bir narsalarni, ovozlarini, rasmlarini hammasini yetib berib, hatto paranglashgan boshqa faoliyatchilarniki, ularniki ishlarni qilgan chog'da, shu gaplarni qilgan chog'da shu Turkiyadagi
Aşı dindar nindeymiz hem de iş kılıp ulan hemsi oturup çıkıdığım bolsam şu dedim bu. Çoğun bir uruş çıkıp ketkedekçe şu cidallam çıkıp ketedi o mayada. Qısqartıplam gapni aytsak şu kim bilan lekin paranglashsaq g'aybatini qiladi, o'shmalik turg'izdi. Muhojiratdagi Uyg'urlarni parchalash bag'u shu partiya orqali qilyotdi. Isbotlari mana er ayol deb o'ltirmaydi. Tunugunki chiqqan videomda shu uchsiniki nurg'un yerlarni kesib o'tib, anındagi shu beplagan ovozini kirgizib qo'ydi. Men qanday chiqirmolarni? Men Nurgul xonim bilan hech qanday bir o'tirimda bir ziddiyatmi yo'q. Ularniki gaplarni men qanday chiqirmay o'yiga. Lekin meniki isbotlamoqchi bo'lgan narsam nima desanglar, mana bu g'aybatxo'rniki Abdubashir Simonni shu mushundaq nima qildi buni. O'z o'tirg'i chiqib so'zlamagan bilan partiya a'zosi yig'ib, partiya a'zolariga shunaqa o'shmalik silib, partiya a'zolarini uchun men oldingi videoda deb o'tdim. Ishiltotdi sizlarni ishiltotdi deb. Kanadadagi misolni olib o'tay. 2006 men paranglashgan chog'da Kanadada 6 partiya a'zosi bor deyman. Aniq deb beray, ismini atab turib deb beraymi edi. Qaysilaring yushirin a'zo, qaysilaring oshkora a'zo. Sizlarni nima degan ma'no bilamsizlar? Kanadadagi Ramila Ablamid va Kamil Jamo qaysinglar? Kamil va Ramila Ablamid deb ikkalarining ismini tilga olgan sizlar nima desanglar, sizlar quloq. Kanadada mening cho'ng quloqim bor degan. Kanadada nima ishlar bo'ladi, faoliyatlar nima bo'ladi, Najmining yetkazdig'ini shu. O'sha yerdagi Sharqiy Turkiston shu to'pbag'u, to'pning ichidagi gaplarni yetkazdig'ini shulardi. Ankin partiya kirgandan keyin shu qasam bergandan keyin bular shu qasamni unutmaydigan uchun ularniki taktikasi shu men partiya a'zosi emas deb o'zini shunday ko'rsatib, amaliyotda bo'lsa davomli shu partiyaga sodiq, partiyaniki ishlarini qiladi. Nima qiladi? Atrofdagi odamlarning uchurini to'playdi. Xitoy qanday uchur to'playdi? Pul berib, odam yollab, tahdid silib, shu shahardagi Uyg'urlarning ahvolini yetib bergan bizga deb ashaq tahdid ma uchun bu qanday qildi, xalqdan pul olib, a'zo qilib, partiyaga a'zosi qildim deb shu quloq qilib oladi. Hamma davlatda, hamma yerda partiyaning quloqi bor. Sizlar shu quloq. Undan boshqalarni nima deydi? Shu partiyaga kirgan ba'zilariga soni lozim, ba'zilariga iqtidor lozim, hammasini ishiltiman men shu ashaq degan. Hozir partiya asosi men sizlardan so'raysizlar, qancha odam kirdinglar partiyaga? O'zinglarning atrofga partiyaga kirgandan keyin sizlarga qilg'izgan ish oldindan shu partiyaga adam kir deydi. Pul kirdingni u. Oshini beqovatsizlar. Dedim-ku shu sizlarni ishiltiyotdi deganim shu. Birsi partiyaga shunday pul kirdigan, a'zo kirdigan partiya sizlarni ishiltiyotdi. Qanday ishiltiyotdi? Qechir qilib ishiltiyotdi sizlarni. Mule deydi-ku inglizchada. Mulening nimaligini bildigansizlar? Eshak bilan otning chetishidan chiqqan yo'q, mule qechir deymiz. Shu qechirga o'xshash sizlarni o'tirib shunday to'shiydigan uchun jasus qilyotdi. Jasuslik tashkiloti deb mushtash so'zlayotgan meka o'tirib chiqib qaynab ketib qolmayman. Men mush Uyg'urlar to'piq qilayotgan ziyonlarga qarab beqib, hamma birsi men to'g'riliq shu taqitib ketgan o'sak so'zlari hammasi yolg'on. Qilganlaringni birdan ko'zingga ko'rsatma degandim Najmiddin Sherif. Saman qanday tilatqizing aşağıda ishlaringga? İsmimni atab turib, yezib turib tillaydi, rasmimni chiqarib qo'yib tillaydi, videomni chiqarib qo'yib tillaydi, o'ziniki qaniliga boshliq chiqarib olib. Bir hafta o'tgandan keyin sening bilan paranglashgan odamni-chi, kim to'g'riliq gap qilsa shuni o'sh qilg'izdi do'shlar, o'sh bo'lib ketdi do'shlar. Chiqib social media chiqib odam tillaydigan shu muhojirni qilaman qanaqa shu. Bu gaplari-chi, qani meniki bir telefonim. Tapi mesela bu o'zi qandoq bo'lsa haqni mashundoq deydiganda, men bir hikoyasini aytib beray sizlarga. Oy Allah, vapa ko'rsatishimiz kerak, biz millatning onalarini undaq qilishimiz kerak, mundaq qilishimiz kerak deganda men og'zimni tutib o'tirib, ba'zir kulib, ba'zir ochig'im kelib, o'zing shuxutlingga qaysiga vapa ko'rsatding deb so'radim. So'rgan chog'dan keyin eski gap yomon gap kuchib ketadi ekan keyin burunqisanda mana degandek. Alki o'zinikichi bu. O'zi qandoq bo'lsa haqni shundoq nim qildi ekanda. Masalan qaranglar, masalan bir aniq bo'lgan ishni deb beray.
Bu Necmiddin Şerif qanday qıptı deysanglar, men bir narsa so'zlagan chog'da qaranglar, hergiz quruq undaqchu bir yerni gap deb bilan urib to'qib so'zlamayman, ba bo'lgan ishdan deb berman sizlarga. Men har bir gapimni so'zlashdan ilgari qaranglar. Men u yerdan so'rab surishtirib yurib, yo bir ancha-muncha o'zimningki shu izlab tepib qolgan uchurlarim bilan birga ashadagi tunish odamlardan so'raydigan, aniki nomsiz hisoblardan uchur yetkazganlar borchu, o'shalarniki ba'zi rost, ba'zi yolg'on deb bilmayman. Bu qanaqa ekan deymamsizlar? Belgiyada kelganlarni uyga mehmonga chaqirtibdi-da. Uyga mehmon chaqirtib, sizlar kelganlar xush keldinglar deb kop yegizgil chaqirtibdi bularni. Shu Belgiyaga kelganlar. Uyga kop chaqirib, paranglashib, koplarni yeb, men ketadigan chog'da to'xtanglar, kopning pulini beringlar deb. Manda cho'payman, uyga mehmon chaqirganlardan pul oladigan gapga. Anandiki nim deydi? Bu Yevropada men behchiq cho'pay odamlarni ko'rib ketdim deb ovozi qaranglar. İnsanlar bekir. Anda badem koşulmaydı. Çünkü kutuluş pulunu keskan diken işletimle mıymanca bastık yap gidiyordu. Daşaklı arlaşma yaşaydı andı. Ne ben kokunuşmuş için büyük girip şunlar bir başka mahirsinden jüriyse kültürü yoğuna gidiyordu. Çıracılık tattırıp da yani çoğunun koyup çıkanım aldı. Bu namrat kokunuş kemez dem de ama kokunuşu namrat kaldırıp koygan bir yıllıkça. Göz küçüklik. Bazı degan gapimni Belgiyadagilarga aytib beringlar, men anglatgan ovozimni. Bunichi o'ziniki ovozini. O'zi Belgiyada uyga mehmon chaqirib, kishilarni kooplar mehmon qilib, mehmonlar xo'shlab ketadigan chog'da, koopning pulini beraytinglar, hammamiz ham o'sha Yevropada mushtaq yashayapmiz ham deb, hammamiz yig'ishib tapib, onaniki kelgan mehmonlar, o'zingiz mehmonga chaqirdingiz, mana bizga yetgan uchuringiz deb haqninkichu. O'ziniki yetgan uchurni ko'rsatsa, endi biz bu Yevropada shunaqa qiyinchilikda yashayotgan bo'lgandan endi o'zimizga yeganiki o'zimiz to'lab ketaylik deb koopniki pulini olib yo'l olsa qo'yib ketgan uyga kelgan mehmonlarni. Anandiki mening bilan paranglashgan chog'da nima deydi desanglar, bu nomratlikni haqni cho'pay deb haqdan og'rindiki. Yevropada pek ko'rib ketibdi. Bekchiq Yevropada qaysinglar manda cho'pay? Çünkü kutuluş pulunu keskan diken işletimle mıymanca bastık yap gidiyordu. Daşaklı arlaşma yaşaydı andı. Ne ben kokunuşmuş için büyük girip şunlar bir başka mahirsinden jüriyse kültürü yoğuna gidiyordu. Çıracılık tattırıp da. O'zingnikichu anglasam uyingga mehmon chaqirib haqdan koopning pulini olib oniki olsa qo'yibsan, manda cho'pay emasmi bu? Bu cho'payligini bir narsa demay, meni siyosiy fohisha deb tillabsa, qaraman sen qanday fohish o'ynaganingni, yo cho'pay o'ynab pul vermaganingni emassan, shu o'zingning ovozingni oltma, men qilmaydi dema. Sen meni qanchalik nurg'ulg'an odamlarga o'shmanlik qilib, men ashtaq yo'q gaplarni taqibmanqa, men seniki o'zingniki ovozingni oltib, hammanichu partiya a'zolari qani amdi inoatini qo'dab, partiya sabdoshlarining inoatini qo'daymiz. Qo'g'dig'idek inoat o'zi qo'qnimamizlar masarangninki. Mana sarang tursa bütün muhacir başka yerdekiler, Türkiye'dekiler bulamdı, bu Avrupa'nın başka yerlerdekiler bulamdı. Belgiye'nin özdekilerden sorup bakmalar. Qanday cho'pay ki o? Bir inoati bormi ki oniki qo'g'dig'idek? 28 minut. Birdan 20 soat to'shib qoldi. Bo'ldi, keyingi qatimliq dedim-ku. Keyingi qatimliqda men shu ovozga olgan vaqtdan boshlab, men siyosiy o'rganish qilgan vaqtdan boshlab, 5dan boshlab sizlarga ko'rsataman. Aniq meniki qanday qildikin ko'rib bakinglar. Rosa shunda Xitoy tarbiyalab chiqqanmikanmizmi, sizlar o'zinglar o'ylab bakinglar. Men degan gapini andan keyin birimiz turmada tarbiyalangan, yana birimiz Xitoyda axlar bizni mushtaqlab ketgidekda, misada boshliq deyishgan. Men shunchalik darajada buni chilib ichidikini chilib, andan keyin adsi yana o'gini yana shu partiyaga shu uch qashqar kirsangiz bo'ldi degandan keyin silkishlab, mandaq rasmni yetib bergan, men chimchilab qo'limni ko'rsatib turib, bo'ldi qilamsiz deb-chi, mandaq. Muhojiratga qaysi bir er kishilar, bir ayol kishilarga mandaq rasmni ko'rsatgan chog'da, aslan yana choplashib olamsizlar partiya ekranida. Shu eng oxirgi so'zlashgan shu WhatsAppdagi shu uchurlarni aynan chiqarib qo'ydim mana.
taqatqan o'zek so'zinglar uchun. Muhojiratga qilayotgan ziyonlar uchun. Mau partiyachu qanaq desanglarchu, hokimiyat o'rni bo'sh deb, hammaning beshidagi o'rni bo'sh, qachonki bir rahbar chiqishchilik shu partiyaning shu o'rni bo'sh deb turdi deydi. Amaliyotda shu qilayotganchu hammasiniki ishniki beshichu shu. Ammo bu hokimiyatniki beshidagi o'rni kimni chiqmoqchi, u Kanadadagi ruqya turishni chiqmoqchimi, yo kimni chiqmoqchi uni bilmadim. Shu partiyaniki qurilmasini men yana bir kitob bor ekan. Gülşah Abdülkadir Hanım özü sözləb bəgən bolsa yaxşı boldu. Ya Cumhuriyet günüdəki fəaliyyətdə şundaq yaxşı sözlətdigan şu kitabını göstərib durub. Bir partiyanın qurulması, partiyanın qıldığan işləri, aşındakı qandaq adamlarnınki nəfrət təbdisi, cahillik, küş deyə məndəgan aşda bir xil nimələr var bularnınki. Aşını yaxşı sözləyən çağda şu partiyanı texim eniq düşünürsülər. Meninki hazır qılayotgan işim şu Necmiddin Şerif şu partiyanın baş rəhbərinin aşın için içib göstərib əməkçi sizlərə. Mən yəni davamlaşdırman, toxtab qalmayman, amma tügümdə dəxi, yəni göstərdiğan talay bir nəsrim var. Qandaq Xitayning turmusida qandaq tərbiyələnib çıxqanlığı, öz ağzıdan anandakini özünki şirkətlərniki China Daily'də həftə-həftələb bizning xəbərlər çıxıdığan bo'lib ketgan degan yerlərni məsələga aldı mən qarab turumman. Mening gapim rostmi emasmi shu joyda bilib qolsizlar. Qanday desanglar daveringlar, men dedim-ku, har qanday gapni ko'tarishga men rozi bo'lib, men o'tirg'i chiqib, men shundaq hammani qurbon qilib turib, o'sha partiyaniki, shu Uyg'urlarga kelayotgan ziynninki, Xitoyniki plani muhojiratni parchalash planlari bor-ku, shuni qanday bir ijro bo'linyotidi, sizlarga shuni ko'rsatib beray. Tamam, shunchalik bo'lsa, kelayki videoda ko'rishaylik. Alloh omonat, boya deganimdek, aldın körüp yakışına xalaydiganlar yoki bo'lsa aldın fikir taklif berdiganlar yoki mundaq deb bir tang bir muzokiralashadigan bo'lsa, shu bir fikir taklif berdiganlar bo'lsa, men bir ayrim uchur qilinglar. Men shu ulnishniki butun nemisniki tanlam aytib beray, anglab beqinglar asraniki gaplarini. Obdan bilib qolsa shu joyda. Dedim-ku, meniki qo'qidagi hech narsam yo'q. Og'zingdan chiqqan gapni Najmiddin Sherif qarab turib, sen men qilganlaringni o'shundoq to'ltiman. Bütün millet qilgan qilayım qanchalarni shundaq to'ltiman. Sening yana bormi yo'qmi shunda qandaq bir nimang borkin seninki, qandaq inovating borkin. Degina yana sabdoshlaringga inovatingni qo'g'disin yana. Ko'rsasamchi shu qaynab ketmanchimi? O'shachu ba'zi kulib ketman, ba'zi qaynab ketman o'shdachu. Bir shu hamiyaga chaplab chiqdi degan emasmi? Bo'pti, ko'ringlar bo'pti. Yo'q gaplantib 7-8 oyning oldida o'zing chaplashibsan degan gapni yozibgan kuyilibdim. O'shaga o'ziniki aniq so'zlashgan gaplarni qachon shu meni qarg'atib undan burun degan gaplarni bundaq rasmlarni chiqarib qo'ysammi, bundaq rasmlarni chiqarib qo'ysammi, o'shada yana men yana cho'ng umid bilan kutib o'zimga 60 nomer qo'ydim, 61 nomer qo'ymadim. Shu partiyaga kirman deb chaplashib olganda kash gaplarni hammasini aynan chiqarsam-mu? Yani yo'q gapni taqitib shu bir inkasni butun hamiyalarga chaplab shuraydi. Zaharni zahar bilan qaytarish deydi-ku, sen qanday qilgan bo'lsang, endi men shunday qotman. Dedim-ku, men bundan keyin unda sen meni tillab beradigan bo'lsang, unda jim turib beradigan guli maqsad, jim turib beradigan hurmat maqsad yo'q men deb qo'yay. Hammasini chiqirmam o'shada. Bu muhojiratda oxirida yana bir necha qiz gapimni qo'shib qo'yib andan keyin nima qilay? Muhojiratda hujum kuchirmagan bir fəaliyyətçi yo'q. Hammasi bo'libmi, xonim qizlarga kelgan chog'da ba'zilarga mening ichim og'riydi. Chunki men shu hujumni men tetuvchi, oqaqidan bir necha qatim tetuvchi. Qanday bo'ladiganligini men obdan bilaman. Masalan, aytaylik, shu kim Kanadalik Uyg'ur qizi qurultayning ichida shu butun amiyalarga fəaliyyət shundaq yaxshi ishlarni yaxshi faoliyatdan qilib ketayotgan shu qiz. Anki Norvegiyadagi kim o qizim bor. Ish qilib xonimlar kelgan chog'da u yerda bo'lingan sat gaplarniki jiqliqi. Ham shunaqlarning nima deymiz endi? Millatga bir foydali ish qilayotganligi uchun shundaq bir hujumlarga uchraydi ekan endi. O'zi shundaq hujum uchirgan chog'da anannikina bir millatga foydali ish qilayotibman deb o'ylasa bo'ladi ekan. Ta hozirgacha kelgan shunday hujumlarning ichida qaranglar. Mayli Roshan Abbas xonim bo'lsin, mayli shu Muattar qiz bo'lsin, Kanadadagi kim Arkanajimgamniki qizniki ismi kim shu bo'lsin, chiqib xonim qizlar hujum uchirgan chog'da
ularga ega chiqadigan, ular to'g'risida yozmalarni yozadigan, ular to'g'risida videolar chiqaradigan yoki bo'lmasa shu ekranlarga taklif qilib so'zlaydigan bundaq har kimning keyin tarafida bir odam bo'ladi ekanda. Man hujum uchirgan chog'da jimjit ya meni bak kuchlik deb hisoblamsizlar bilmadim. Ba'zi gaplarim haqiqatan to'g'ri bo'lsa-mu, isbotli bo'lsa-mu, haqlar hujum qilgan chog'da man hujum qilsa hammasi jimjit tomosha ko'rishdan boshqa narsa emas ekan. Shuni his qildimki, ham his qildim, ham ashuna hujum uchirgan chog'da rahmat. Ko'pchilik hamsiga rahmat. Bildimki, men o'z kuchimga tayinib, o'zimni o'zim aqlab, o'zim degan gaplarimni o'zim isbotlab beraman buni. Shu chog'da his qilib qolasizlar, sizlarda bor bo'lgan fidokorlik mendami bor. Sizlar vaqtinglarni, pulinglarni, aminasanlarni nimqon bo'lsanglar, men oilamni qurbon qildim. Shu social mediadagi ashundoq ig'ir gaplarga bardoshlik berib, ma millatimizga mundaq ziyon qilib ketib boradi deb o'tirib chiqib so'zlayapman. Dadamni o'zim bilaman ish qilib. Ortiq so'zlamchiq so'zlab qo'yayman. Ham o'zim uchun, ham millat uchun cho'qim qilishga tegishli ish. Ham o'zimni aqlayman, ham millatga keltirgan ziyinni men isbot bilan o'tirib qo'yman. Mushu sanoniki qilgan ishlarni, mushu sanoning o'rgangan darslarni, Xitoyning shu tadbirlarini hammasini bir ko'zinglarga ichib qo'yman. Shu joyda xalqim bilib qolar. Allohga emanet, xo'sh.